Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Yana bir mana navbatdagi ijodimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bitta ko'rib do'stlar, baho beraverasizlar hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni yozishlar degan umiddamiz. Xo'sh, tanishtirib borgan bo'lsak do'stlar, birinchisiga 60 talik qozon qo'yib berdik. Hamda ikkinchisiga o'ylab boqib 22 talik. Yoniga ozgina рабочий stol hamda moyka. Peylari ochiq holatda. Laklar, kafirlar bo'ldi. Yoqish jarayonlarini qildik. Xudo xolasa ikkita dona morisi chiqib ketdi. Xo'sh, bu ijodimiz do'stlar Bo'yda tumani Ing'ircha qishlog'ida bo'ldik. Xo'sh, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa do'stlar, albatta aloqaga chiqasizlar. Nomerlarni qo'yamiz. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. O'shlarni tortuvlarini bitta sinab olamiz, tortishlarini. Qani bitta sochlarni ko'rsatib yuboraylik, og'a. Ana shu yerda karton tiqib qo'yganman. O'chirasiz. Xo'sh. Pastga. 1 gram tutun chiqmaydi oldinga. Shunday holatda. Bu go'zal ko'rinishda chiqdi. Bunisini yoqmadi, ikkovini mo'g'isi bitta. Azazatni tortaverardim. Ozgina o'tinga mana qaynab bo'ldi. Xo'sh do'stlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Like, podpiskani ayamizlar. Ijodni boshladik, xudo xolasa.